Assalomu alaykum barchaga. Bu Doniyor Safarqulov. Sizlarga katta yo'nalishda qisqa videoda tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu videomiz ko'rib turganlaringizdek Minecraft bo'yicha bo'ladi. Birinchi analizdan boshlaymiz. Mana dunyoning eng zo'r youtuberi ham MrBeast ham YouTube'da Minecraft bo'yicha video qilgan. Minecraft is a game. Next, let's get into texturing and how that can actually improve a pretty simple build basis. They're absolutely... In this video, and there we go, that just fits in a lot nicer there. That looks actually really good. We're going to use the stack tool. Avval Minecraft bo'yicha YouTube kanal yuritganman. Bu bo'yicha bilimim bor. O'shaning uchun sizlarga o'rgatishga harakat qilaman. Noob Pro Hacker. Mana shu juda ko'p odamlar qo'llaydigan usul. Mana shu Noob yoki Pro Professional Hacker uslubida uylar qurib, Noob oddiyroq quradi. Pro professional darajada quradi. Normal degan. Hacker u modlarni ishlatib juda uzoq vaqt sarflab quradi. Hammasidan yaxshiroq bo'ladi. To'g'ri, bu yo'nalish ozgina ko'proq vaqt talab qiladi. Men masalan video yasashim uchun 1 soat, 2 soat vaqtim ketgan. Montajda aytmayapman, videoni o'zini olish haqida gapiryapman. Shunaqa. Bundan qancha pul topsa bo'ladi deyishingiz mumkin. Mana Social Blade'dagi o'rtacha narxni ko'rib olsangiz bo'ladi. $2000 dan $32000 gacha. Buni teng yarmini oladigan bo'lsangiz ham, $2000 eng kamini oladigan bo'lsangiz ham bu juda zo'r. Men sizlarga ko'rsatgan kanallarimdan video uchun g'oyalarni olib yoki YouTube'dan g'oyalarni qidirib video qilsalaringiz bo'ladi. Uy qurishni bilmayman deysizmi? YouTube'dan ko'ring, o'rganing va o'shanday qilishga harakat qiling. E'tibor qiling. Sheriklaringiz bilan o'ynasangiz bo'ladi. Bu o'yinda sheriklar bilan o'ynasangiz, ya'ni osonroq bo'ladi, chiroyli chiqadi. Modlar ishlatsangiz ham bo'ladi. Bu qisqacha videomizdan o'zlaringiz uchun foyda oldingiz degan umiddaman. Kanalimizdan uzoqlashmang, kanalga obuna bo'ling, kommentariy yozing, o'z fikrlaringizni video ostiga kommentariy yozib qoldiring. Agar kimda savol bo'ladigan bo'lsa, yozingizlar. Men sizlar yozgan savolni o'rganib chiqib, o'shanga qaratilgan videoni qilishga harakat qilaman. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.